Bugünkü Naq Meydan söhbət proqramımız kelgüsü 10 yılda sünni aql tarafidan yo'qotilgan kasblar bo'ladi. Hozir endi sunniy aql davrida bizning kundalik turmushimiz, xizmat, har qanday ishlarimiz bo'lib qolib qolsin, sunniy aqldan hozir ayrilolmaydigan bir davr qarab ketyapmiz. Bugungi bu suhbatga Amerikadagi Mevla Yasin efendim teklif qildim. Assalomu alaykum, hurmatli Mevla Yasin efendim. Uyg'ur choyxonasi suhbatlari programmasiga naq maydondan qatnashib berganligingizga ko'pdan-ko'p rahmat aytaman. Va alaykum assalom uka. Bu maydonni menga berganing ko'p rahmat. Rahmat. Rostni aytsaq, bizning o'sha 2025-yili bu insonlar hayotidagi intayin muhim bir yil. Biz avlod yomonjiq tarixdagi masalanga telefon, bo'shliqqa berish, intayin sho'pirsiz mashina, mushta bir ajoyib bir davrda yashayotgan bir avlod bo'ldi. Endi burunqilari masalanga telefon bo'lsin, bo'shliqqa chiqish bo'lsin, atom bomba bo'lsin, qandaq masalanga sho'pirsiz har qanday mashina bo'lsin, bularning hammasi biz dunyoga ilib borgan o'zgartish, uni o'zimizga qulaylik qilish uchun dunyoning sirini izlash uchun ib borgan injener. Mavu AI deb olaverman. AI degan inglizcha shu sunniy aql, artificial intelligence deganninki qisqartmasi. Endi bu AI degan hozir xalqaroliq o'rtaq tilga aylandi. AI yomoni bu o'zimizni o'zgartiryapmiz. O'zimizni boshqadan bir insonga aylantiryapmiz. Ne bununla? Hadi Amerika'da mesela İsrail'de uruş buluyordu, Ukrayna'da uruş buluyordu, hem yer çapı. Bunlar Amerika çok haber emez. Bu halklar hadi Amerika'da hem adam sözlese nurgu adamlarının çırayda kan kanmaydığı iş muşu sünni akıl. Bu zor miktardaki Amerikalıklarını işsiz koyup taşlavadı. Bu Amerika'da aldığın Ketim hükümetinin kılışçı altınma 8. ayda ara 27.000 yeni hizmet çıktı. Bu tarihteki tüvende bu her ay degen 100.000, 150.000 yeni hizmet kituludu. Amerika'da bu endi haklar kılıcı aldığımızdaki mesela 10-15 yılda dünyada 2 milyon demek adam işsiz kılışı mümkün. Şu için bu nay dikkatke ben şu biz aldığımız 2 ayda bir ikki AI yığına qatnaşdım. Onundikin bu hazır xalqlar bu to'g'ri muzokara qatnaşdım. Onundikin nurg'un o'zimizning WhatsApp gruplarida AI grupi bor. Shundaq jiq odamlar bilan qatnaşdim. Qatnashib men asos tekdim. Oldimizki 5 yilda nima ishlar vayron bo'ladi. Sening taz yaxshi ko'rinyapti, sen shunda Google. 5 yilda nima ishlar vayron bo'ladi. Shu to'g'riliq izlenip baktım değil mi? Nemişlardı çünkü hem haklı dikti injenerler hemmisi korkup biz kilajil iş bağımı, yılına ahırç bizden hizmetimiz bağımı deyip şununla hemmisi şunda korkuyordu. Ben yakında bir meslekçi işleyen bir şirket battı. O şirket AI'ni işletişini ümit koyan ki 60% injenerinin hemmini boştu etti. AI kıp giderleydi. Sen uçuk emekçi mi Abdurrahim? Bunda tutuklu bir tuman bir kualdı içini. Endi men avval mushu nemişlar işsiz kalıdı, nemi kasblar vayron bo'lishdan burun o'zim kichikgina bir kirish so'zi qilib qo'yay. Amerikaliklar bir gap bor, sen har qanday ishni so'zlaganda kirish so'zini so'zlamasang, nemini so'zlaydiganligini bilmaysan. Xulos so'zini so'zlamasang, nemini so'zlaganligini bilmaysan deydi. Shuning uchun bir har qandayda open sentence deydi, kirish so'zini men qisqa so'zlab o'tib qo'yay. Bu meningki mushu AI yig'inlarga aylanib qolgandagi ta'siriyatimi? Kelgusi dunyoda AI qatorliq ongsiz aql, ongliq insonlarni kontrol qiladi va yetaklaydi. Kishilarning maxfiyatligi bo'lmaydi. Hamma narsa cho'ng sonliq ma'lumot ombirining bir qismi bo'ladi. Ölüm endi mevcut bulması mümkün. İnsanlar xalagancha yaşqıcha yaşalaydı. Xuddi maşindagi zapçaslarını almashturganga o'xshash to'xtamay kona a'zolarini almashtursalar bo'ldi.
Hı. Urush shakli endi maydonda chop jang qilish emas, balki aql iqtidorli qurollar o'ttirsidagi raqobatga aylanadi. Hı. Darwinni bilamiz, odam maymundan paydo bo'ldi degan nazariyani qilgan. Darwinning tadrijiy taraqqiyot nazariyasi endi qo'lli nilmaydi. Türlerning o'zgarishi va ko'payishi ehtiyojga asos bekitildi. Men bu yerda sizlarga ilmiy fantasiya hikoya so'zlamayapman. Va Hı. 21-asrda allaqachon mushundaq dunyoga qarab yo'l oldi. İnsanlar o'tgan 40 yilda yer sharidan olam bo'shliqqa kirdi. İnsanlar o'ttirsidagi urush, miltiq, tankidan uçquchsiz aeroplan va 5 bombardimonchi aeroplanga taraqqiy qildi. Tranzistor AI'ga halqidi. Kelgusi 40 yılda insanlar AI'ning yordamida qandaq büsüş hosil qildiganligini kim faraz qila oladi? Balkim biz o'limni yengishimiz mumkin. Ming yillarcha yashashimiz mumkin. Hayvanlar bilan so'zlashishimiz mumkin. Buni qiziqarli tadqiqot bilan ketib bordi. Hayvan bilan so'zlashish. Darwinning tadrijiy taraqqiyot nazariyasi bo'yicha yer sharidagi jonliqlar 4 milliarddan ko'proq vaqt ichida eng oldida amyobadin, uningdagi o'milguchi hayvonga, uningdagi emguchi hayvonga, andin odamga bugun kun qadar uzun tadrijiy taraqqiyotni boshdan kechirdi. Darwin tadrijiy taraqqiyot nazariyasi jonliqlarning asta taraqqiy qilib, eng mos keladigan gen, homor, nervi to'ri orqali tadrijiy taraqqiy qilib, bugungi tür va insonga aylanganligini tushundirdi. Ammo 21-asrda insonlarning tadrijiy taraqqiyot tarixida yangi bat ochildi. Endi odamlar tadrijiy taraqqiyotning uzun musafisiga ergashmaydi. İnsanlarda endi bundaq tadrijiy yangi insonga taraqqiy qildigan sabrjonlik qolmadi. Hı. Aksicha insonlar biologiyalik injenerlik bilan mashina odam qurilishini birlashtirib avliyo xarakterlik odamni yoritishga butun diqqati bilan intilyotidi. Bu insanlarning tafakkur usulini qaytadan tashkillaydi. Biz burun buning orqali butkul insonlarning ijtimoiy qurilmasini, tafakkur usulini va harakat andisini o'zgartirdi. Amaliyotda 20 yil burun bilan hozir o'zimizni selishtirsak, bizning mush qo'l telefon, kompyuter hamma nimalarni qo'shib, bizning tafakkur qilish usulimiz biz o'zgarib ketdi. 20 yil burunqi bilan hozir tafakkur qilish usulimiz o'xshamaydi. Masalan, bionik qo'l bir vaqtda o'xshamagan davlatlarga necha 10 mashina mashg'ulot yurgizalaydi. Bionik ko'z amallarni, qarg'ularni qaytadan ko'rish iqtidorini asliga keltirdi. Amaliyotda bundan men ishlab chiqdi. Nano robotlar, u nano deganni bilmsan, nano degan kichik o'lcham, mandaysa 1 metrni 1 milliard chopadi. Shunda kichik nano robotlar chiqyapti. Bu badanimiz o'rlashtirib qo'ysa 24 soat badanimizga mashg'ulot qila oladi. Badanimizning ahvolini har vaqt doklad qila oladi bizga. Sizga dora yezib berdi va badaningizni o'ngshaya oladi. Og'riq yerlarini o'zligidan saqaytaydi. İşlep chiqarish liniyasi. Men atalg'ularni tushuntirib o'tdim. Nurg'un shu gapni anglaysa, ishlab chiqarish liniyasi degan bu nim degan gap desa, ishlab chiqarish liniyasi degan barliq uskunalar, texniklik tartib, bu uskunalar ustidan qo'llanilgan texniklik tartib, buni kontrol qilish sistemasi, xodimlashtirish, buni qanday odamlar ishlatadi va materiallar mushundaq narsalarni birlashtirib mangan cho'ng bu obrotni ishlab chiqarish liniyasi deydi. İşlep çıkarış liniyasida, mesela odamlar emas, mashina odam, AI, 3 o'lchamli printer besish insonlarning mashg'ulotining o'rnini oladi. Avtomatik haydaladigan mashina shahar va tosh yo'llarda agilalaydi.
egallaydi, taşyollarni egallaydi. Hozir Hollywoodlarda Amerikada bo'p bo'ldi. Sen ko'rdingmi, ko'mdingmi mayliq, yangi chiqqan mashinada uningda rol yo'q, tormoz hech nima yo'q. Kirib o'tirsa kompyuter. Bak Gollandiyada nima sınaq qilib soldi shuna mashina. Ha, Nima? u mashina bizga o'xshashlarga yaxshi kasal chiqdi. Men alay deyman, yosh cho'ng bo'lib qolganda uni olsak, rolmi yo'qka, tormozmi bo'lmaydi, hech nima bo'lmaydi. O'zi haydab, o'zi ketaverdi ekan u. Advokatlar mashina vaqasi bo'lmaganlikdan ishsiz qoladi. Darsxonada o'qitish xizmatni AI qiladi va ko'p sondagi o'qituvchilar ishsiz qoldi. Bu 65 yil bo'ldi, men deb o'tib ketaman. Mening mingni skan qiladi-ku, Uyg'urcha skaner deydi ekan-ku, skanerlash. Mingga skanerlash haqiqatni oshkorlaganlikdan ular mingni qilib sen nima o'ylayotganingni hammani yezib chiqa oladi. Mingga skanerlash haqiqatni oshkorlaganlikdan jinoyat o'tkazish nisbati ko'rinarli tuvallaydi. Kishilarning hech qanday maxfiyati qolmaydi. Chunki sizning har bir harakatingiz AI uskunalar tarafidan xotirlanadi. Albatta buning nurg'un foydasi bor. Masalan, insonlar o'tmishdagi podshohlardek o'lmas obi hayotni izlab yurmaydi. Aksiya doim klinikga berib ba'zi a'zolarni almashtiribsizlar va bir qism DNAni remont qilsa, ondan badan yana necha 10 yil xizmat qila oladi. Mashina sug'urtasi va advokat haqqini tejab qila oladi. Chunki mashina vaqasi va jinoyatlar bo'lmaydi yoki jinoyat nisbati intayin tuvallaydi. Ammo kishini andisha soldigan bir ish bor. Ongsiz aql. Bizga ongsiz aql o'zlari modul o'rganish orqali insonlar hayotining har qaysi taraflarini egallab olib, ongliq insonlarni kontrol qila oladi. İnsanlarning yer sharini kontrol qilish davri oxirlashidi. Hech kim insoniyatning taqdirining nega borganligini hozir faraz qilolmaydi. Kelgusi dunyo bizga ofat aklamdi yoki omad aklamdi, buningga men bir narsa dallanmayman. Hech qanday shaxsiy sir qolmasa, ongsiz aql ongliq insonlarni kontrol qilsa, insanlar ve başka canlıklar mingga skannerlash ve sırtqa ulangan aql iqtidorlik uskunlar orqali aloqa qilsa, hamma narsa algoritm ve sonliq ma'lumot bo'lsa, undaqda insonlarning mavjudligining qimmati nima? Biz yana o'zimizning taqdirini kontrol qila olamiz. Men Kristusdan mishad bo'lsin, men endi chunki hozir bu taraqqiyot shunchalik tez bo'ldinki, mush AI kodini yozgan o'zlarimi agshamavdi. Bir AIni chiqarib qo'ysa, u AI bularning mo'ljalligidan 100 2000 ishni qilib ketib bordi. Bu butun nimani o'ldir. Hozir cho'ng shirkatlar asosiyatdan, masalan, Microsoft hammasi minglab odamlarni bo'shtiryapti. Cho'ng shirkatlar asosiyatdan odam xizmat ilishni to'xtatdi. Odatda to'xtatdi. Chunki AI qilyapti. Hozir o'ttir qatlamli kichik shirkatlar texi ilyapti, chunki ularda AI sun'iy aql yana texi umumlashmagan. Tuanda qanday xizmatlar oldimiz 5 yilda, men davat 5 yil eng jo'q 10 yilda yo'qaydi. Birinchi ig'iz va yeziq tarjimoni. AI hozir tillarni tarjima qila oladi va dialog bargan siri to'g'ri izolaydigan bo'ldi. Masalan, Google hozir nimani so'zlak deb berib tarjima qilib berdi-ku, to'g'rimi? AI hozir 200 dan ortiq tilni tarjima qila oladi. Hozir yaqinda bir kitobxona chiqdi Miyada. AI kitob. Uningda sen bir yillikda tilingni yezsang, bir vaqtda tilingni to'rda 200 tilg'iliq roman qilib chiqarib yutadi. AI tarjimasi kun sari muhim rol o'ynayapti. Mayli chet elga sayohatga chiqish, chet el tili materiallarini o'qish yoki o'xshamagan davlatdagi do'stlar bilan aloqa qilish bo'lsin, AI tarjimali bizni nihoyat qulaylik bilan ta'minlaydi. Hozir shunday chiqdi-ku, tarjimon chiqdi, men telefonini qarabla, men sana bir İngilizce mandaq depsen, sen Gollandiya bo'lsang, darrov san Gollandiya qilib berdi. Sen Gollandiya tilini so'zlama, darrov men ingliz so'zlab berdi. Bu hozir yomon umumlashib ketdi.
AI degan bir harmay talmay ilib yurishga apchil tarjimonga o'xshaydi. Har vaqt har joyda buyruq kutib turadi. Hozir dunyoda 650 ming yiziq tarjimon, 500 ming kasbiy ig'iz tarjimon bor. Bularni iliqma ikkimizga o'xshash tarjimonlarni hisob olmaydimi? Ma bir odam kelib ma gapimni san Uyg'ur kelib birsi ma gollandiyacha tilga tarjima qilib berama birini deydi. Ular bizda ma kasbiy tarjimonlardan til mulozimat kasbining qimmati hozir dunyoda 80 milliard dollar atrofida. Demak, mushu xizmat yo'qaydi oldimizgi 5 yilda. Tarixshunoslar AI zo'r miqdordagi tarixiy uchurlarni analiz qilib, andin ularni bayon qilib berib turalaydi. Angliya tarixini yozib bersang, Google kirib san bir kun ichida butun bir tarix kitobni yozib berdi. Hozir AI ajoyib bo'lib ketdi. Sen masalan talaq ishni oldiga chiqib, ishning oldidagi gullar qarab, ma gullar ajoyib ichilibdi, havo ochiq, uya bulat turdi, ma chimlar ko'k turdi, oldimiz qush o'tib ketdi, bir jugrab ketdi deganni uyaga deb, ana shu menga bir chiroyli she'r qilib yozib bering desang, darrov shunda chiroyli she'r qilib yozib berdi. Sifatdan ishlatib, hozir u umumlashib ketdi. Setish vakillari har qanday sen bir mahsulot alsang, uni sotsang andin foyda yeysan, sotmasang foyda yemaysan. Shuni qildigan ishlar setish vakillari bo'ldi. Har nima deydi? Inglizchada sales representative deydi. Gollandiya tili nima deydi? Uqmayman. Setish vakillari AI yoshurun xaridorlarni echish, xaridorlar bilan aloqa qilish, hatto setish tashviqot qatorliq vazifalarni avtomat qila oldi. Demasam hozir har qanday til ko'rsang avtomatik sana satamdı, alamdı, mahsulotlarni hammasi avtomat qildigan bo'lib ketdi. Bunda bu odamlar Amerikada bu shu xizmat ishlayotgan odam 1,5 millionga. Dunyoda 6 millionga. Bular to'g'ri san emas, men Google'da izlagan jumonglar bu sonlarni. Shuning uchun amaliyot buningdan ko'p bo'lishi mumkin. Odam bakan musha odamlar ishsiz qoldi degan gap. Yozuvchi va avtorlar AI maqollardan tortib ijodiy mazmungacha har xil shakldagi tekstlarni hosil qila oladi. Men buni bekto'l ishiltiman. Men yaqinda masalan bir yak bo'lsam bir yosh bolalarga biologiya ta'din hukumatdan pul olmoqchiga yiliqidek fond deymiz, biz fond olmoqchiga ular yiltga yosa bir 2-3 qitim yosa uni olmabdi, qabul qilmabdi. Meni taklifda mushunga men biologiya mushuna qilib bersam, men AI'ga dedim. Mana shunda kirgizib, mana bir o'ngshab bersam, AI o'ngishdi. Chunki men bu toza iliq nima bo'lmabdi, iliq konkret bo'lmabdi desam, men g'oyalarni texniklik so'zlarni ishiltib qilib bersam, 3 qitim qilgandan keyin uningki ash bolalarga bersam, fundini olibdi. Bundaq yozuvchi va avtorlar Amerikada 2 million odam shunday yozuvchi va avtorlarni ishlaydi. Dunyoda 8 million odam. Bular ishsiz qoladi. Xaridor mulozimat vakillari, custom service deydi. Custom degan service deydi. Vakillari AI bilan qaranglashish, yumshoq detallar allburun nurg'urgan xaridor mulozimat aloqasini bartaraf qilyotdi. Hozir sen har qanday telefon ursang, seni bir telefon olmaydi, asosiy AI bilan so'zlasang-ku, mush ish nima bo'lsang AI deb bir birini bos, ikkini bos desang, sen hammani deb beradigan bo'ldi. Masalan, ChatGPT, men kundalik turmushim shuning bilan o'tadi. Men yiliq maqolni mush ChatGPT kirgizib yozib bersam, yozib berdi. ChatGPT sizdan savol so'raydi, javob berdi, rasm hosil qiladi, vazifalarni bir taraf qilib berdi. ChatGPTda hozir masalan mushundaq xaridor mulozimat vakilini qilayotgan odam Amerikada 1 million 600 ming odam ekan. Dunyoda qanchalik uni men hozir nim qilmadim, izlanib baxmadim. Undan keyin kompyuter raqam kontrol qiladigan qoral programmerlar. Kontrol qildigan. Bular degan yiliq kod yozadiganlar. Kod bilsa, kod Uyg'urcha kod odamda. Yiliq kod yozadiganlar. Hozir idoralarda masalan o'ttir qatlam bilan tuvan qatlamdagi injenerlar yozgan kodini nimaga AI'ga qil desang, yozib bergan mengo AI'ga tayinib jon boqadigan bo'lib ketdim. Bir kodlarni yazsam, mana to'g'riliq birini yozib beratsam, chiqarib berdi, xaritasini, grafikini chiqarib berdi. Ashundan qarab, men o'rim, ashundan qarab yozadigan bo'lib ketdim, hamma nimani. AI'ga qilib bergan bo'ldi menga. AI kodi yozish orqali
Stanukaga zapçaslarını qandaq kesiş, burgulaş və şəkilləndirishni Hı. aytib berdi. Hər zavodlar stanuka bayliq maşınlar bir-birini qilayotgan, kesiyotgan, chaplayotgan, urular hammasi avtomatik. Buni kodi, Hı. hatto programmizlab kodi orqali yozadi. Hozir bu kodini burun odamlar yozadi, hozir AI program tuzishni avtomatik qilyapti. Texi odamdan yaxshi. Har xil narsa, necha xil usulni selishtirib, eng yaxshi usulni ishlatadi. AI odamdan jiq o'tib ketdi. Undan keyin telefon operator. Telefon liniyasi və xaridorlarning asosliq savollarini bir taraf qila oladi. Hozir sizlarning Gollandiyada shundaqdi, bir yer telefon ursang, asosiyatdan mani qil, bir ikkinchi qil, unqa butunlay oshib ketdi, odam oldiga yo'qolib ketdi, to'g'rimi? Ko'p shirkatlar buni o'zlashtirib bo'ldi. Bizning idoraga telefon ursam, odam oldiga oz. Oldi jiddiy vaqal bo'lsa, nolni boslaydi. Har qanday dunyoda agar yiliq odam nolni bossangiz, bir odam oldi bo'lmasa, o'zlari so'zlaydi. Bilet vakolatchisi va sayohat xizmatchilari. AI zakaz qilish, mayli aeroplan bilet bo'lsin, paraxod, har qanday biletlar. AI zakaz qilish, tizimlatish va bilet setish jarayonini boshqara oladi. O'zi avtomatik qiladigan bo'ldi. Hozir biz bir yerlarga borsak, bilet olsak, hech qachon bir odam qilmay, butunlay AI orqali qiladigan bo'ldi. Amerikada mushina xizmatini qiladigan odamlar 80 mingga, dunyoning 80 mingga dunyo qancha odam uqmayman. Masalan, buning dollar qiymati 212 milliardga hozirgi dunyo. Bu to'rt qismda, masalan, o'sha Yevropa, Afrikadagi davlatlarning ichiga olmagan gap. Masalan, hozir sen hajiga borsang, Nusuk degan bir to'r bor. Asha kirsang, desang bo'ldi, hammani shular qiladi, odam yo'q. Bütün jarayonda odam yo'q, butunlay avtomatik bo'lib ketdi. Juma o jarayonda butunlay avtomatik, odam izlasang odam yo'q. Telefon so'zlashiman desang odam yo'q. Jiddiy ahvolga so'zlashiman odam butunlay aşağı ketdi. Masalan, radio programmalari. Hozir masalan, Erkin Asiya radio stansiya radio programmatiga AI qo'l yozma, hatto ovozli mazmunlarni hosil qila oladi, yana o'zi yezib, o'zi anglata oladi. Masalan, Xitoyning iqtisod to'g'riliq birimi yezib so'zlab ber desam, AI uni yezib takrorlab so'zlayverdi. Masalan, Erkin Asiya radio stansiya budaq masalan bir Amerika plan chiqib, uni asliga akasimi hozirgidek bo'lmaydi. O cho'qim AI shaklda bo'ldi, hozirgi shakli bo'lmaydi. Ya undan keyin yana bir yo'qaydigini sonliq ma'lumot tadqiqotchilari. Sonliq ma'lumotni analiz qilish va moda qilishga borgan-sir ko'p qo'llanadi. Bu sonliq ma'lumot deganda bir 3 uqumni aniqlab olinglar. Birinchi sonliq ma'lumot deganda ingliz data deydi. Bu nima desanglar, bu paket, son, so'z, ko'zliti, boshqa foydali uchurlar. Mush dunyo uchurlarning hammasi bu bir xom material. Buni ishlatgani bo'lmaydi. Buni xom material, mush hammani to'plab qo'ygan. Undan keyin sonliq ma'lumot ilmi deydi. Database. Bu nima desang, bu kompyuter, matematika va statistika qurollari va texnikalarni ishlatib nurg'un yuqoriga sonliq ma'lumotlardan bilim va tushuncha hosil qiladigan amaliyot. Biz masalan idoralar ishlatgan hamma nimalar musha sonliq ma'lumot degan u bir xom material hammani to'plab qo'ygan, maviylar xuddi un, may, tuz bir yer duglab qo'ygan, sonliq ma'lumot degan oshlardan qo'llanib bizga pishirib akaga hamma narsa idorada ishlatadiganimiz hammasi sonliq ma'lumot ilmi. To'playdigan yer boshqa. Uchinchisi sonliq ma'lumot tadqiqotchi. Chi degandagi bir odamni o'z ichiga olmasa, bu sonliq ma'lumotni tahlil qilib, yoshurun andizilarni tepib, kelgusini mo'ljarlab, har xil organlarga haqiqiy masalalarni hal qilish uchun texmo aqlli qarorlarni chiqarishga yordam bergan odamlar. Bularning hammasi asosiyatdan hozir 30% bo'ldi, 5 yil ichida 80% odam. Mening qilgan to'liq ishim mushu. Bizga o'xshashlarni yana oldimiz 5 yilda asosiyatdan AI olmaydi. Tuyda AI ib ketadi. Mening qilgan ishim asosiyatdan sonliq ma'lumotni birim qilma. Undan keyin yana yo'qaydigini
qonun kasbiy xodimlari, AI qonun tadqiqotchi hujjatlarni tekshirish va to'xtam tuzishni avtomatlashtiradi. Yaqinda biz o'zimizning bir ishini qonun to'g'riliq bir qilsak, hujjatga ashag uchini bersak, butun tuzib hujjat qilib bizga rozi bo'lgudek qonun hujjatlarni avtib berdi. Bu o'ttirib birmi advokat yo'q, birmi odam yo'q. Hammani shular qilib berdi. Bu hozir dunyoda bunda qonun kasblarni dunyoda 20 million odam bor. Amerikada 1,5 million odam bor. Buning qimmati 1 trillion 1 milliard. Trillion degan yomon cho'ng son, deb mayli vaqt bir tushunib trillion deganimiz uyda o'tirib 1, 2, 3 deb uxlamay, dam olmay, halojag'i bormay, xotining vaqirsa ha demay, mushundaq sanasang 38 ming yilda arang sanab bo'lsa 1 trillion deganda. 1 milliard deganda 4 ming yilda sanaysan. Mushunlarning hammani qilib bo'ldi. Mush 20 million Amerikaliklar 20 million nima dunyoda 20 million odam ekan, mushlar ishsiz qoldi degan gapda. Setish kasbiy xodimlari, marketing professional deydi. Marketingni bilmasku, dunyo bozor market deydi. AI xoslashtirilgan mazmun yaratish, ijtimoiy taratquv boshqarish va sonliq ma'lumotni analiz qilish qatorliq vazifalarni avtomatik qila oladi. Hozir Amerikada mol demisek cho'ng magazin bor-ku. Sen shu magazinga shunda bir magazinga kirsang, shu magazin darrol xaridor bizga keldi deb kompyuterda chiqadi. Shu anandan shu molga kirsang, sen qaysi mollarga jiq kirdiganligini bilib, shu dokladni shu moldagilarga ma sanga jiq kirgan, ma mandaqni oldi deb, hozir bu umumlash bo'ldi. Mavla. Buningda Amerikada 250 mingdek musha setish vakillari bor ekan, market professional deydi. Dunyoda 600 mingga yaqin odam ekan, bular ishsiz qoldi. Mantiqi mandavatni faqat taraqqiy qilgan davlatlar, Afrikadagi davlatlar, yiliq biz g'uljilarda hayvon bozorida ichki odamlarni qo'lini qilib qo'ydigan, yiliqlar ularni hisob qilmayapmiz bizda cho'ng ufshaqlarni. Yozmachilik xizmatlari. Masalan, mashina mashg'uloti, mashg'ulot bir taraf qilish, sinab qilish, yozmachilik, yozmachilik xizmatchilari. Endi yozmachilik degan nimani qildi desang, yozmachilik degan odatda mollarni ishlab chiqarishlarni bir taraf qilish, uni tekshirish, uni xaltalarga ilish, mushlarni yozmachilik xizmatlari deymizda. Masalan, mashina mashg'ulot bir taraf qilish, sinab qilish, urish va o'rash kasblari qatorliqlar. Bularni masalan Amazonni bilmasa, hamma kitob Amazonning ichiga kirsang, hozir odamlari burunqidan 60% qisqarib ketdi. Butun sen bir kitobni order qilsang, ilish, silish, jarayon qilish, besib chiqarish, oxirigacha pochtaxonaga silib etish odam yo'q, butunlay avtomatlashib ketdi. Bular necha ming odam bularni. Bundaq odamlar bu yozmachilik xizmatlarida Amerikada 13 million odam ishlaydi, dunyoda 400 million odam ishlaydi. Bu odamlar ishsiz qoldi. Yemek, içmek, tamak. Bunu bilmese, yemek, içmek deganda yemek, içmek, tobacco, tamaka. Yemek, içmek, tamaka. Endi bularni hozir bu nim degan gap desam, bu bir zanjirsimon narsa. Har qanday tamak, har qanday bu narsalarni sifatini tekshiraysa, kelgusini, uningki kelgusini mo'ljallaysa va uni doim yangi zamonga qilib tursa, real time tracking deydi. Yana hozir mushtarga nima ish qilyapsa, shuni darrov report qilsa, 5 minut o'tib ketsa bo'lmay, real time degan 5 sekundning ichida sening qilayotgan ishingni doklad qildi. Uningdan keyin xalqlarning har qanday molga bo'lgan ehtiyoj qanday uni talabini va uni mo'ljallashlarini hammani qildigan ishlarni yemak, ichmak bu nimalarni butunlay avtomatlashgan. Bu hozir Amerikada 12 million 100 ming odam shuni ishlaydi ekan. Dunyoda 27 million ishlaydi ekan. Jami qiymati dunyo Amerikadagi qiymatlar 1 trillion dollar ekan. Bu odamlar asosiyatni ishsiz qoldi. Oldimizga 5 yilda davatgan ishni men masalaga davatman. To'qimchilik, xurum va kiyim-kechak. Amerikada mushlarni qildigan, xurumchilik qildigan, Turkiyaga borsak, xurumchilik shunda jiqqa, Turkiyaga borsak, har qatim ishlatmasak, bir munchalar yaxshi bo'lib ketgan, bir muncha xurum birini ko'tarib kelib olamiz. Ya issiq bo'lgan, ya kiymaymiz, ya ishlatmaymiz.
Şunda to'qimchilik, xurum ve kiyim-kechak bu dünyada Amerika'da 270 bin adam şunda ishlaydi. Dünyada dünyada 60 milyon adam ishlaydi. Amerika'da bu sahanın kıymeti 145 milyar dolar ki. Dünyada aşı xurumның kıymeti, işlep çıkır kıymeti 405 milyar ki. Bu yerdə işləyətən muş adamlar asasiyyətlə işsiz qaldı. Türkiyədə nəhayət avtomatlaşıb getdi xurum zavodlarına. Sən Türkiyəyə bardın, bumdun sən xurum zavodları görgəzməyə biz yaman çıxmadı. Əsə köstüdü bütün qılğan cəryanlar, bütün laser, nur bilan qılğan adam yox. İlaq Türkiyənin kəmpütü bağı şunda tatxal bir basaqında bir kəmpütü bağı əkilmir. O kəmpüt zavodlarına kirdik, adam yox. Adam bir yerden daha qıp durğan adam yox bütünlə ötüb getdi. Burullar əşədigan neçə adam işləyirlər, ular yoxab getdi. Onun degan yana bir xizmət yoxaydigan yer neft, gaz, kömür. Bunu bilməsə energiya sanaatida 67 milyon adam işləyir. Bu baylık bu adamların az degende 50 milyonu aldı mesela 5 yılda işsiz kaldı. İşsiz kaldı. Mesela bu baylıkni qizish qimmati, mesela bu neft, gaz, kömür degan bir davlatning muhim nefti. Mesela qandasan Rossiyaningki 70 aşındaq neft, gaz, kömür baylığı Rossiyada 75 trilyon, Amerika'nın 45 trilyon, Saudi Arabistan'ın 34 trilyon, Kanada'nın 33 trilyon, Xitayning 23 trilyon, Braziliyaning 22 trilyon, Avustraliyaning 20 trilyon, Iroqning 16 trilyon. Müşahede işləyətqan adamlar degan asas işsiz qoladi, ham qilishni boshladi. Ximiya sen mani yaxshi bilsaq, jon to'xtabdi. Yemək, içmək to'xtabdi. Onun degan ximiyalik yasash sanoati. Sen ximiya kasbı deymi? Ximiya, misala ximiyalik buyumlar, plastik materyallar ve kauçuk. Mesela misal muşlarda Amerika'da üzerinde 900 bin adam muşunu işleydi. Dünyadaki kıymeti, dünya halkara kıymeti 6,5 trilyon dolar ki. Muş adamlar işsiz kaldı. Ondaki metal bulmayan mineral maddeler. Mesela almaz, ondaki graf, pirit, kristal, kurut, kiyat qatarlıqlar. Muşlar işler bularni hazır asas cətdən xalqlar mülkiyyət 65 ildə 90% EI'ga ötküzüb etdik. Yani adam qılamaydigan EI degan adamda 100 ming narsa inchi qila oladi. Mesela Amerika'da 12,5 ming adam mush ishlaydi. Bunun xalq aradagi qiymati 30 milyar dollar. Onun degan dastlabki metal mahsulot mashina. Bu dastlabki metal degan onun da Amerika'da 500 ming adam ishlaydi. Ular asosiyatdan ishsiz qoldi. Buni uqtiribmi bo'ldi? Onun degan yana cho'ng bir ish. Kompyuter, elektron, elektr uskunalar, elektr saymanları ve zapçaslar. Bularni yasash, loyihalash, bütün jarayonni AI qilib ketadi. 90%. Amerika'da 1 milyon 100 bin adam şunu işleydi. Dünyada 5 milyon 300 bin adam şunu işleydi. Bunun kıymeti 3 trilyon dolar. Ya 3 trilyon dolar ya trilyon davat mecmunlar trilyon diye birinin kendi 12 nol var. Onun diken bu asas katnaş üy saymanları her xil yasmıçılık var. Katnaşında az gündeki Uber'çılar asasiyetin mağaza çıksaylık taksiler hemmesi şoförsüz okutadı. Şoför maşin kandikiler deysen kidoda apır koyup ketiyor bütünler şoförsüz. Taksiciler, Uber'çılar asasiyetin %100 digide işsiz kaldı. Aldığımız 5 yılda. Üy saymanları yasaydıgan her xil yasmıçık zavutlar. Bular da Amerika'da muşunu işleyatkanmış, katna işleyatkan 2 milyon adam var ki. Dünyada 6 milyon 600 bin adam var ki. Amerika'daki bunun kıymeti, dolar kıymeti 1 trilyon 200 milyar dolar ki. Dünyadaki kıymeti 16,5 trilyon dolar ki. Muşu dolar yoqab ketadi. Onun diken parça setiş,
ambarni boshqarish, aldamchilik analiz. Bu aldamchilik analiz men jiq ishlab ketdim. Amerikada har yili aldamchilar masalan shu straxiya sohasida milliard dollarni aldab ketdi. Men buningda qo'g'lash bo'yicha soqchisi bo'lib uzun necha yil ishlab ketganman. Ambarni boshqarish degani masalan ta'minlash zanjirining har bir bosqichidagi yana xom ashyodan tortib mahsulotlargacha turlarni iz qo'g'lash, kontrol qilish va boshqarishning sistemli usuli. Mushu usullar hozir butunlay nim bo'lib ketadi. AI'lashib ketadi. Aldamchilikni analiz qilish. Çoğ sonliq ma'lumot va mashina o'rganish texnikasidan foydalanib, zo'r miqdordagi sonliq ma'lumotlardan yoshirin aldamchilik andisini qezib, unumli modellarni qurib, aldamchilik qilmishlarini aniqlaydi va mo'ljallaydi. Men buningda burun ishlagan necha yil mushu aldamchi qo'llab idoralarda mushuni qilish jarayonida u vaqtlar bütün biz Google kirib izlab adresini qo'llab bir odamni qilish uchun shunday jiq vaqt ketadi. Hozir shu vaqtlarda men masalan shu vaqtlar bir oyda qilgan ishni hozir AI mahsulotlarini yarim soat qilib tugaydi. Izlab chiqarib hamni bir chiqargan bo'lib ketdi. Qatnash va ashyo uburti xizmati. Avtomatik haydaladigan mashina odam shoferlarning o'rnini oladi. Oldin sizlar o'tkazdim. Ashyo uburtlari deganimiz nima bo'lsa, ta'minlash zanjiriga tovar va mulozimat aylanishni planlash, moslashtirish va nazorat qilishni o'z ichiga oladi. Unumli tejashlik mahsulot kafolat qiladi. Bundaq bu ishlarni odam qilyotdi. Hozir yerim optimistik ketdi. Men o'lchayman oldimizki 5 yilda 80% bo'ldi. Asovatga 80% odam qildi. Amerikaliklar buning qimmati 55 millionga. Men yuqorida so'zlab o'tgandim. Kichikgina yuqoridagi oldimizki 5 yil bo'ldigan ish. Endi yuqoridagilardan boshqa bu xizmatlarni AI o'rnini egallaydi. Bu 65 yil 10 yilning ichida bo'ldigan ishlar. 10 yil va 15 yil. Masala moliya analizi va mo'ljallash. AI biya kemmidi. Korrektor, odamlarni birlashtirib sen mana ishlaysa deb odamlarni qildigan. Advokat yordamchisi, grafik loyiha ilguchi. Buni AI tadgayalarni inchi qilolmaydi. Mashina o'rganish injeneri. Mashinalarni o'rganishsan bir injini qanday qilish. Shuni AI haqlar o'rgatishni o'zi qila oladi, o'rgatishni bilmayapti. Yumshoq detal taraq qilg'uchi tor bexatarlik injener. Hozir har qanday tor bexatarlik bor, to'g'rimi? Boshqargan. Ulardagi AI vakolatchi boshqaruvchilar. Hozir Amerikada shunday chiqdi. Men bir AI izlay desam, sana sening ishingni qilib beradigan AI'ni tip beradigan AI xizmatchilar chiqdi. Ular odam emas. Men mushta qilgan bir AI desam, ha shu xizmatchilar, ularmi AI? Sana tip beradigan bu yomon omumlashib ketib Amerikada. Yuqorida so'zlaganlarimiz oldimizki 5 yilda 100 berdi desak, tuandagi oldimizki 10 va 20 yilda 100 berdi. Mana masalan tizimlatgan sestra, tizimlatgan registered nurse deymiz, ulayliqi doktordan qasıl sel tuan, odatga sestradan yuqori bo'ldi. Usul ishliguvchilar, usullarni o'ynaymiz-ku, tongsa, sanglar, buni ishliguvchilar. AI teksan usul o'rgatmaydi. Davolash va parvish qilish xodimlar. Ruhi sağlamlık mutaxassislari va maslahatchilari saranglarni bir yer qilganlarni AI ular qilolmaydi. O'qituvchilar yaslidan tortib to'liq o'tira maktabgacha oldimizki bu 10 yildan keyin bo'lib qolar umumlashib ketishga. Oldimizki 5 yilda bularning xizmatiga kafolat qiladi. Qurilish injener, tashqi kasalliklar doktori, mahsulot modelleri ve boshqaruvchilar ve muzikantlar, müziklarni ijod qilishni AI o'rganmadi. Muxbirlar, bular oldimizki 10 yilda asosiyatdan xizmatini saqlab qola oladi. Men shu oxirida tuytay, bu xizmatlar oldimizki 10 yilda bir oz bexatar.
Çünki bu o'rinlar yuqori saviyalik tajriba, shaxsiy tegishish, bunda odamni tutib turib qilish Hı. yoki haqiqiy kishilar bilan yuz to'ra fikr almashtirishga muhtoj. Biz xizmatlar va bu xizmatlar yana texmi moyil bo'lishni, insonlarning qaror chiqarish yoki tushunishni talab qiladi. Bu rollarda ishlaydigan har qanday odam o'zining masalasini, mahoratini va bilimini yengilishishi kerak. AI orqali harakatlanadigan qurol va aqliy iqtidorni bir birlashtirishning yo'llarini tepib, ularning xizmatining texmi murakkab taraflarini tamomlash kerak. Men mana shu bilan tugatdim. Kishini Hı. texmi hayajonlantirdigini Dünya iqtisod munbiri doklatiga qaraganda 2030-yilga borganda 85% xizmat biz texi anglab baxmagan xizmatlar. Oldimizda nurg'un xizmatlar chiqdi. Masalan, hozir u xizmatlarning ismini anglamay ularga nima ismini qo'ydimish AI qatorliq texi bilmaymiz. Masalan, biz Amerikadan program chiqdi, Hı. Ital injenerlar uaqlar yo'qdi, keyin chiqqan xizmatlar. Qanday chiqdi? Tex uni uqmaymiz. Yangi xizmatlar barliqqa keladi. Amaliyotda hozir barliqqa kelyotidi. Nurg'un xizmatlar yo'qoyotidi. G'ay xizmatlar yangidan tiklanyapti. Shuning bilan men birin qilib beray, endi men buni qilish uchun men deb berdim. AI'ni hammanglar tez o'rganinglar, bolalarga tez o'rganinglar. Hozir bir shirkatda Amerikaga borsanglar, sen nada o'qiding, qanchalik tajribang bor deb so'ramaydi. Birinchi so'raydigan sen AI orqali xizmat qila olamsan deydi. Masalan, hozir bu AI'ni o'rganish tas emas. Bu hozir o'rta maktabni bitmagan bola bir oliy injiniring qildigan ishni qilib ketadigan bo'lib ketdi AI orqali. AI'ni hammanglar Google kirsanglar, Google'ninki Bikaga AI'ni o'rgatadigan darsi bor juminglar. Uni eslar, o AI, sun'iy aql deyish, mushta bir odamning qo'li yetmaydigan shunda ilm fanmiki demanglar. O kodini yozadigan bir necha odamlar bor. Ularning maoshi yuqori. Masalan, Hı. Facebook'ga yaqin qildigan AI'ning kodini yozadigan odamlar kelsa, men shu tajriba maoshini 10 milliondan 100 millionga qadar beraman dedi. To'g'rimi? Lekin odatda biz ishonamiz. Xuddi Microsoft Word'da yozamiz. Xat yozamiz, to'g'rimi? Ular cho'ngaytimiz, hammani qilamiz. Lekin uning kodini yozgan odamlar boshqa. Biz hozir ishlatadigan AI'ni ishlatib olsanglar bo'ladi. Uni bir yaxshi bir 10 kun ichida shunda mayir bo'lib ketsa, Google'da 21 kunlik dars bor. Bikaga kuniga 1 soatdan juminglar 21 kun anglab bersanglar, sizlar AI mutaxassis bo'lib ketsizlar. Har qanday yerga borsanglar, hozirgi maoshinlar bir yerda 100 ming ilayotgan bo'lsanglar, 200 ming berdi. AI için bolalarni boshlang'uchda demanglar, o'rta maktab demanglar, bo'sh vaqtlar bo'lsa hammanglar bolalaringlarni shu nurg'unlar deydi, qayerdan boshlaymiz, o'rganamiz deydi. Bir kuni bu yerga chiqamiz. Xudoyimiz buni eng yaxshi Google'da bor ekan, men Google'ni anglab chiqman. Dastlabda AI o'rgangan shu Google'dan aldim Bikaga. Microsoft'ning pul oladi, pul oldiganlar bor, yaxshi so'zlaydigan. Lekin Google'ning shunda yaxshi ekan. Bikaga juminglar chiqib Hı. anglanglar. YouTube qurib free free class for AI desanglar Google chiqarib berdi. Anglaysizlar, o'sha uyinglar o'tirib, shunda yaxshi. Endi bu birinchi qanday keyingi buni men bir necha keyingi qismlarda men endi masalan burun olma telefonni Steven Jobs qildi. Hı. To'g'rimi? Taraq qildi. Hı. Microsoft'ni Bill Gates qildi. Facebook'ni Zuckerberg qildi. Hammasi ashlar bir odamlar qilib bizning hayotimizni butunlay o'zgartirdi. Endi bu AI'ni kim yozayotdi? Buni qandoq nima bor? Budaq leksiyada xudoim solsin AI'ni qaysi millatlar taraq qilyotdi? Qandoq nimalar eng cho'nqi kimlar bular? Nima o'zgarishlar bor? Kelarki leksiyada xudoim bo'lsa, ashlig'urliq to'xtaymiz. U endi uning ishchilar kirganki biroz texniklik darajada yuqori. Shundaqni qo'rqmay anglanglar, imkoniyat bor. Shu murakkab texniklik narsalarni ommabop tilda tushuntirishga tirishaman. Ommabop tilda tushuntirishga tirishaman. Shuning bilan mening bugungi so'zlaydiganim tugadi. Rahmat Mavlanka, deganimda sun'iy aqldan kelgusi 10 yilda yo'qolishga kiradigan kasblar haqida yaxshi to'xtaldingiz. Nurg'un kasb, ya'ni haqiqatan hozir jamiyatni jiddiy shaklda shollash bo'ladida, masalan, idora organlar shirkatlarda tez
nimaga. Bu davrning taraqqiyotiga mos qiladigan mangmoqning uzun bir masala ekan-ku. Burada o'g'ilib bu oyda bilim ko'paytganib qarasa, birdamlar kim saptun tushib qilayotgan bu ish realliklar. Endi hozir hamda siz mush dedingiz avvalgi Google'dan mushu sun'iy aql o'rganishni nimasi bor, 21 soat dars dedingiz. Unimi haqli bir tashkil qilaylik. Anikem siz degan aytın temada kelar qatim suhbat deb qilib qo'ygan. Undan kim yana bo'lsa buni texnik uzatilchi suhbatning nimasini azaytib Texnik keng doirada xalqimizni tushuntiraylik. Unda qilib qolsa, bizim bu diaspora Uyg'urlar asosida hamda kelgusi putrab turish uchun bu sun'iy aql davri kirkiryapmiz ayolda unda biz qanday qilib putrab tura olamiz? Mush nuqtalarni jiqroq bir izinib boqaylik. Aniken Bo'ladi. Men misha birini qistirib o'tib ketay. Men abayim deb o'tib ketdim. Men bir oshpaz, men bir chetga chiqayoq Uber'la haydab yurdim. Bundaq texnikalarni o'rganmayman deb o'ylamanglar. AI shu yuqori qatlamdagi texnikalarni oddiy xalqqa o'tkazyotdi. Shuncha hargiz buni aqlliq sun'iy aql desa mushu qo'lam yetmaydigan osmondagi oymiki deb qilmanglar. Shu burunqi murakkab texnikalarni oliy injenerlar qilib qildigan ishni oddiy dehqonlarning qo'liga o'tkazib yetib bordi. Shunga hammanglar o'rganalasizlar. Aşı kirsanglarla voy mushini aytgan bu AI degan. Aşı olsang mushini aytgan buni men nima ishqa deb bersam qilib bergan menda qilsam bu mushini aytgan Uningki biridan yozmoqchi, inglizcha biridan yozmoqchi bo'lsa desanglar yetib berdi. Mushinchek bir oddiy aytgan voy jo, mahaq mushu sun'iy aql deb meni qo'rqitib yuribdi, u bu deb qolsizlar. Shunchalik bir oddiy narsa. AI shu murakkab narsalarni, oliy mush qo'l yetmaydigan narsalarni oddiy narsa qilib sizlar qila oladigan, hamma odam qila oladigan narsaga aylantirdi. Sen bunu deptiniz bir narsa isim kelib qoldi. O'tganda bizning mahallada ama Türklerden çayxonasi emasmi? Ma'lum borda, shu choy ichib paranish o'tiradi deb yaxshi tunishigan bir turk bor-da. Buning turmushi bo'ynim og'rib, nima cho'rak aylar ekanda, yuk mashinasi. Shu og'rib qilib doktorga borsam, uni deyatdi, buni deyatdi. Qanday qilsam bo'lar? Debdi akam tutiraman kaptan qanday davolangan kasallarni deb berman sana bir ozroq nimasini qilib beray desam, dedi bu yozar dedimda aşağı nimasini ekan. Yezib berganda men Uyg'urcha tarjima qilib, shu nimaga otdim ChatGPT ochib. Olsam javob berdi. Javob bergandan keyin turkni o'ziga o'qitdim mana. Ana turkchaga o'zgartirdik-da, nima qilib. Qilsam o turk bo'lsa kimlar paranglashayotsan dedi-da. Qaysi doktordan tanishsan dedi-da. Qanday desam, hozir bu meni kesin yaxshi diagnoz qo'yapti dedi-chu. Yana davomli dedim-da uningga. Sen 15 minutda kaç prans nurg'unasini chiqarib berdim, buni chiqarib bersam, voy bu soatiga necha pul oldi deydi u-chu hamda. Deb so'radi. So'radi ham chaqchaq qilib qo'ygan, voy buniki soati qimmat desam, lekin bu men hozirgacha jiq davolanib, men bilmaydigan narsani hatto men ayol doktorga borsam deb bermaydigan narsani deb beryapti bu menga. Bu jab usta doktor ekan dedi hamda. U faqat bilmaydi-da bu sun'iy aqlni. Aka bu doktor meni tunishtirsan dedi-da, men chaqchaqdi bu doktor hozir bu sun'iy aql bu deb hamda tushundirsa bu qanday narsa bu deb bilmaydiganlar jiqkanda bu narsaga. Ya bilmaydi shu buni deyman-ku, uningki kompyuter nimani telefonga tushir deb men tushirib berdim-da buningga. Tushirib berib, ana qanday ishlash o'rgatib qo'ydim buningga. Uyutib qo'ysam bu unda qilib qolsa men qanday agar davolansam bir deb so'rab baqqan bo'lsam endi buni so'rab bersa maxsus ana fizioterapiya deb uyg'lata oladigan bundalar maxsus bir yer bor ekan-chu. Mushtayaga bir tavsiya qildi-chu buningga. Tavsiya qilgandan keyin onda bu turk deydi, men bu ayol doktorga necha qattim bordim, beryapman. Ajab bu ayol doktor buni bilmaydigan deb demabman ekan, bu deb qanday yer bordi buniki o'rni, buni deb beram deb so'rsam deb berdi buningga. Shunday undan keyin bugün keşfetke ketdim, ertesi telefon qilib aşağıdan bir dish baqay dedi. Do'q. Demakchi hamda eng oddiysi, masalan, doktorlik bo'lsak, masalan, ayol doktorga buni qilib qolsak, u shu kompyuter ichibla, shundan qilgan narsani deydi ekanda hamda nurg'un narsani. Shu. O chunki mandaysan ChatGPT'ni olsang, butun dunyodagi uchur hozir qolmadi, u yig'ib bo'ldi. Ashning orqali hozir kvant fizik chiqqandan keyin kvant fizik degan grek tili eng kichik narsadan dunyodagi eng kichik narsani tadqiq qildi degan narsa bunda aytsam kvant injeneri.
Aşı onu Kur'an'ı kullangandan keyin onca uçurning ichidan bu degan nurning ishtiligida ma'nodir. Shular. Birdamda butun dunyo uchun yig'ib sana eng yaxshini akapli berdi. Ya hozirgi manchu men ChatGPT bizda bo'lmasa yashamaydigan bo'lib qoldi. Bütün maşini yazsam ko'chada dunyo xabarlarini so'zlab bersam so'zlab berdi. Gay bir o'zimning texnik masalalarini mani tushunamadim desam açık bir va bak murakkabga oddiyroq qilib berginsam so'zlab berdi. Nimani desam so'zlab berdi menga. Aşı kechqurun qansam, mangsam, tamaq iti, tamaq assam, uylarda ancha-muncha o'ylan, sulan sursam, qo'yib qo'yib quluqim ChatGPT'dan aşı bir savollarni so'rab ishlavarsam, aşı hammani meni deb berdi. Roman o'qib bersam o'qib berdi. Nimani ayolning ovozida o'qib bersang o'qib berdi, erning ovozida o'qib bersang nimani qilib bersang berdi. Masalan, ishki kasalni operatsiya qilish yomon tez AIga o'tkazdi. Masalan, birinchi yurak kasalni Saudiya Arabistonda qildi odam AI qildi. AIlikda AI qurilashgan AI des nima demak AI degan masalanga mushu aqlliqmish butun nim bilan quralgan ChatGPT hammasi hamiylik robot odamlar ChatGPT qilmishlarning hammasi bizdan qilgan mushu ongsiz aql deyman deb Yani qo'ydi. niyada mana bir gap borchu, endi ochiq odamlar rost gapsak, buni tushunmaydiganlar jiqchu. Sun'iy aql qildi u bu deganda, endi buni texnik bu abstrakt konkret shakliga qilib tushuntirib bersak, xalqqa ham yaxshiroq tushunarkan deb o'ylab qoldim-da. Masalan, men mana tushundim masalada. Biz bu tajribaxonada ko'pincha oldimizda protokol bor. Shu protokol bo'yicha ish qilamizda hamda ashnasiniki. Bu protokolsiz tajriba boshlayolmaymiz, o bir standart nimada hamda. Endi hozir sizniki nimaniki sun'iy aql o'qib qolsa, protokol bo'lgandan keyin o'sha robot mashina shu protokolni aniq bir komanda bergandan keyin buyruq bergandan keyin shu bo'yicha davomlashtiradi degan gap. Xuddi siz deyotgan operatsiya qildi degan nima operatsiya protokolni sun'iy aql tuzib chiqaradigan gap. Yendiki nimalar doktor hammasi shu sun'iy nima robot doktor degan gap mana shu bo'lgan shu operatsiya qilganlar. Shu operatsiya qilgan shu bunda doktorlar ular odamdan yaxshi bo'ladi-da. Ular deganlar nanometr nima bo'lsa, shuncha odamlar gay vaqtda bir yerlar pichoq tikitadi, gay nimalar bo'lmaydi. Ular unda ish bo'lmaydi, xatolik bo'lmaydi asosiyatda ular. Intayin inchik nimani sen manchilik narsa ko'rsan, seningdan yuzlasi yo'g'antib turib, hamma nimani ko'ralaydi. Ular o ishga kelsa operatsiya asosiyatdan AIga o'tib ketsa, hozir masalan hozir asbob burunlarni masalanga odamdaylik gen deydigan narsa bor. Bilsan biologiya bilsa to'g'rimi? Gen demdi. O bir odamning badandagi genni hammani achiq mushta ulasang, mishadan shu quyoshga 70 qitim mushta cho'kilaydi shunchalik uzun. Bir odamning badaniga gen. Aşı masalan sen nimish og'irdi, bir ya beshing og'irdi ya uching og'irdi desang, ashning ichidagi ma'lum gen zaxmlangan gap. Ashni ilib etib, yengini qo'ysang, sen saqib ketaversa, o'lmay yashayversa, burunlar degan sen mishadan quyoshga mushtaq 70 trillion million quyoshga 70 qitim boradigan narsani qanday izlab topsa, hozir degan bu AI og'ayaqi u masalan 70 trillionda mundaq uy emas, ma bizning uy bilan sening uyingchik orliq akeldi buni AI. Senin gen mayatki gen buzuq keldi. Az kundan keyin hamma topsalar, shu geni buzilsin deb yengni qo'yib qo'ysa, yashab ketaversa 100 yilgacha. 100 yil, 1000 yil yashab ketishing mumkin. Men bilan munosabat yaqinda bir muzokaraga masjidlarga cho'ng olimlar keldi. AI va Qur'on deb bir munozara bo'lyotdi, shunda qiziqarli keyin to'xtab qolamiz. Bo'ldimi, tugdimi bugun? Yak suhbatda mishash tugdi, andas qolgan kilar qatamliq suhbatni. Bo'ladi, men tayyorliklar bir necha ishlarni qilyapman. Har qatamda qisqa jimamsa. Rahmat sizga, ko'rmanlar bugungi suhbat programmamiz mishachi bo'ldi. Nima o'zingizga qiziqadigan temalar bo'lib qolsa, temalar bo'lsa bizni ta'minlanglar. Yani qancha ko'p temalarda suhbat qilsak shuncha yaxshi. Ham bu temalarni yaxshi shaklda jonlantirib bir leksiya beradigan odamlarni o'rlashtirib qilsang, tavsiya qilsanglar, aloqalashib, xalqimizda texnik ko'p bilimlar bilan tunishtirish uchun biz yana o'rtada bir vasik rol o'ynaymiz. Unda bugungi suhbat programmamiz mishachi bo'lsin, kelar qator suhbat programmani ko'rishaylik. Hammalarga Alloh omonat.